Ayol kishini ko'kraklarini silab, saratondan xalos qilish mumkinligini bilarmidingiz? Qabulimga vodiydan bir bemor keldilar. Saraton aniqlangandan so'ng shifokorlarga ishonmasdan tabibga borganlar. Tabib o'zini dori giyohlarini yozib, 10 kun ichasiz degan, 10 kundan keyin silab, massaj qilib, duolar o'qib, uyga yuborgan. Bo'ldi, siz saratondan qutuldingiz degan. Kamiga tabib janoblari shifokorga borib yurmang, duoyimni ta'siri ketib qoladi deb o'sha sodda ayolni ishontirgan. Rezultat bo'lmagandan keyin bemorimiz qaytib borsalar, yo'q, men saratonni shu joyda to'xtatib qo'ydim, siz xavotir olmang deb uyga qaytarib borgan. Hech qanaqa rezultat bo'lmagandan keyin bemorimiz o'simta terigacha yetib borgandan so'nggina bizga murojaat qildilar. Davoladik, hozirda ham amaliyotlarimizni davom ettiryapmiz. Lekin doim aytaman, saratonda qancha erta davo boshlansa, shuncha hayot sifati yaxshilanadi.